بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, biz Allohdan madad so'ragan holda Allohning eng go'zal ismlari va oliy sifatlari borasidagi suhbatimizni davom etamiz. Ma'rifatulloh o'zi Alloh taoloni tanishlik bu ilmlarning asli hisoblanadi va inson va jinlar ayni mana shu maqsadda yaralgan. Ya'ni Allohni tanish uchun yaralgan o'zi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Jinlarni va insonlarni faqatgina o'zimga ibodat qilishlari uchun yaratdim deydi Alloh taolo. Buni sahobalardan Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganki, o'zimga ibodat qilish deganda, ya'ni o'zimni tanitish uchun yaratdim degan. Shunaqa tafsir qilgan ya'ni bu oyatda. Va Qur'on Allohni tanitadigan kitob. Allohni tanitadigan kitob. Qur'onda Alloh ismi 2600 dan ziyod o'rinda zikr qilingan. Bu nihoyatda ko'p. Arablarda o'zi shunaqa bir gap bo'lganki, bir narsani zikri ko'paysa, uni muhimligi oshib boradi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha muhim degani, shuncha ulug' degani, shuncha ma'no jihatdan boyligi tushuniladi. 2600 dan ziyod o'rinda zikr qilinyapti. Nimaga? Chunki bu kitob o'zi asli Allohni tanitadigan kitob. Biz bu kitobni takror va takror tilovat qilar ekanmiz. Robbimizni ko'proq tanishimiz kerak-da. Qancha ko'p o'qigan sarimiz, shuncha Allohni ko'proq tanishimiz kerak. Tanigan sarimiz bizda nima hosil bo'lishi kerak? Allohning ma'rifati insonda qo'rquv hosil qiladi. Xoshiya. Innama yaxshalloha min ibadihi al-ulama. Allohdan uni olim bandalarigina qo'rqadi dedi Alloh taolo. Ya'ni olim bandalari degandan maqsad Allohni ko'proq tanuvchilar degani. Qancha inson Allohni ko'proq tanisa, shuncha undan qo'rqar ekan. Va Allohni ko'proq tanishlik bizda muhabbatni hosil qiladi. Ya'ni qancha Robbimizni yaxshi tanisak, uni ko'proq yaxshi ko'rar ekanmiz. Va Allohni ko'proq tanishlik toatni ziyoda qiladi. Qancha yaxshi tanisak, ko'proq ibodat qilar ekanmiz. Alloh taolo o'zini bandalariga o'zini tanitish uchun ko'p o'rin bilan yordam berib qo'yganda, agar bir tafakkur qilsak shu haqda, Alloh taolo insonga nima berdi? Aql berdi. Mana shu aql bilan biz idrok qilishimiz mumkin. Koinot haqida tafakkur qilishimiz mumkin. Va ana shu koinotda shunaqa ko'p oyatlar bilan o'rab tashadiki, har bir narsa haqida tafakkur qilsangiz Allohning qudratiga dalolat qiladi. Allohning yakkaligiga dalolat qiladi. Allohning kamolotiga dalolat qiladi. Har bir narsa oyatda, ya'ni hatto o'zimiz haqimizda tafakkur qilsak, shuning uchun Alloh taolo ko'p o'rinda Qur'onda bizni tafakkurga chaqiradi. Avalam yatafakkaru fi anfusihim. O'zlari haqida bir tafakkur qilmaydimi deydi Alloh taolo. Koinotda osmonlar yer yaralishida, kun bilan tunni almashinuvida aql egalari uchun oyatlar bor yoki tafakkur qiluvchilar uchun oyatlar bor. Nihoyatda ko'p keladi. Nima uchun bizni tafakkurga chaqiradi Alloh taolo? Atrofimizdagi kavniy sunanlar, mana shu koinotdagi borliqdagi oyatlar bizga Allohni tanitadi. Maqsad o'zi shu, ya'ni biz tafakkur qilishimizdan bo'lgan maqsad Allohni yaxshiroq tanish. Shu bilan birga Alloh taolo bizga fitrat bilan ham yordam berdi. Ya'ni fitratda insonda shunaqa bir narsa borki, ichidan bir ilohni istaydi. Ichidan bir sig'inish xohlaydi kimgadir. Agar Allohni tanisa, Allohga sig'inadi. Allohni tanimasa, boshqa narsalarga sig'inib yuradi. Chunki boshqa narsalarda quvvat bor deb o'ylaydi. Boshqa narsalarda izzat bor deb o'ylaydi. Boshqa narsalarda bir manfaat bor deb o'ylaydi. Vaholanki Allohdan boshqa biron bir narsa na foyda, na ziyon keltirishga qodir emas. Biron bir narsada na quvvat, na bir izzat yo'qki, illa Allohda. Shuning uchun la havla va la quvvata illa billah. Ya'ni bir holatdan ikkinchi holatga o'tish yo'q, quvvat yo'q illa Alloh bilan. Ya'ni bir holatdan ikkinchi holatga o'tish degani zaiflikdan quvvatga o'tish, faqirlikdan boylikka o'tish, jaholatdan ilmga, zalolatdan hidoyatga, xorlikdan izzatga. Bu hamma bir holatdan ikkinchi holatga o'tish faqatgina Alloh bilan bo'ladi, ya'ni Allohning madadi bilan, yordami bilan bo'ladi. Allohning tavfiqi, hidoyati bilan.
Mana shu narsani tushuntirish uchun Alloh taolo bizga Qur'onda juda ham ko'p oyatlar, payg'ambarlarning qissalari va solih bandalarini hikoyalari orqali bizga mana shu narsani tushuntirmoqchi bo'ladi. Shuning uchun Qur'onni tafakkur, tadabbur bilan o'qishimiz kerak ekanki, ma'nolariga chuqur kirishib o'qishimiz kerakki, toki bizga bu kitob Allohni tanitsin. Alloh ismi iloh so'zidan kelib chiqqan deydi ulamolar. Iloh so'zini ma'nolari quyidagi bir ma'nolarga dalolat qiladi. Birinchi ma'nosi ma'bud, ya'ni sig'iniladigan zot degan, ibodat qilinadigan zot. Ikkinchi ma'nosi iltijo qilinadigan zot. Musibatga tushganda unga faqat qochiladigan. Chunki nusrat u tarafda, najot u tarafda degan. Boshqa tarafda emas. Va buyuk muhabbat bilan seviladigan zot. Buyuk muhabbat bilan seviladigan zot. Va to'rtinchi ma'nosi aqllar hayratga tushadigan. Ya'ni Allohni taniganimiz sari aqllar hayratga tushadi. Koinotdagi mahluqotlarning o'zi haqida agar bir tafakkur qilsak, kosmos haqida, masalan, galaktikalarni naqadar buyukligi haqida, u 7 osmon, u 7 osmon oralig'ida 500 yillik masofa haqida keladi mana hadisda. Undan tepada kursi, kursidan tepada arsh. Buni buyukligi haqida tafakkur qilsak, ya'ni borliqqa, buni yaratuvchisi qanday ekan degan savol keladi. Ya'ni Allohu akbar. Alloh butun borliqdan ko'ra buyukroq bo'lgan zot va qalbimizda ham ana shunday butun borliqdan ko'ra Alloh buyukroq bo'lishi kerak. Qalbimizda ana shu Allohning azamati bo'lishi kerak. Uni ziddi bo'lmasligi kerak, qadrsiz bir holatga tushib qolmasligi kerak. Ya'ni hamma narsa hayotimizda ulug' bir o'rinda bo'lsa-yu, Allohning qadri bo'lmasa. Shu oyatda aytadi-ku Alloh taolo va ma qadarulloha haqqa qadrihi. Allohni ular haqiqiy qadrlashmadi deydi. Nimaga? Chunki inson umrini ana shunaqa mayda-chuyda narsalarning ustida isrof qilib o'tkazib qo'yar ekanda, Allohdan g'ofil bo'lar ekan. Shuning uchun bu ism insonlarni ikkiga ajratdi. Baxtli va baxtsizlarga ajratdi. Baxtlilar kim? Allohni tanib, uni rioyasini qilgan, uni haqqini ado qilgan kishilar. Ikkinchi kishilar Allohni tanimasdan uni haqqini zoya qilgan kishilar. Alloh ismi uni muqaddas zotiga. Qolaversa, butun barcha go'zal ismlar va oliy sifatlariga dalolat qiladi. Shuning uchun Alloh taolo ko'p oyatda bu ismini keltirib boshida, keyin qolgan ismlarini izofa qiladi. Masalan, Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Alloh undan o'zga iloh yo'q bo'lgan zot. Al-hayy, tirik bo'lmaydigan zot. Al-qayyum, barcha narsani ustida qoyim, nazoratchi, boshqaruvchi degan. Yoki boshqa oyatda Huvallohu allazi la ilaha illa huval malikul quddusus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir. Alloh undan o'zga iloh yo'q bo'lgan zot deb keyin ketida qolgan ismlarini izofa qilib keltirdi. Huvallohul xoliqul bariul musawwir. Lahul asmaul husna. U yaratuvchi, yo'qdan bor qiluvchi, musawwir, surat beruvchi. Barcha go'zal ismlar uniki deyapti. Ya'ni barcha go'zal ismlar Allohniki. Allohu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Alloh undan o'zga iloh yo'q bo'lgan zot va barcha go'zal ismlar uniki. Demak, biz Alloh deganimizda barcha go'zal ismlari jamlangan atoqli ismni ko'z oldimizga keltiramiz. Ya'ni Allohning bu ismi atoqli ism. Ya'ni Alloh o'ziga oldi bu ismni, hech kim bu ism bilan tarixda nomlanmagan. Hattoki Firavnlarga o'xshagan mana zolimlar o'zini ana robbukumul a'la dedi. Sizlarni oliy robbilarman dedi, lekin Allohman deya olmagan. Bu ism yana bir ishora qiladigan ma'nolardan biri valiha. Ya'ni chaqaloqni onasiga bog'lanib qolishi tushuniladigan bir ma'no bor. U nimani bildiradi? Banda o'zi Allohga bog'lanib qolishi kerak. Banda o'zi Allohni yaxshi tanisa, unga bog'lanib qoladi. Mana chaqaloq nimaga onasiga bog'lanib qolgan? Chunki uni taniydi. Onasi unga sut beradi, uni yediradi, ichiradi, kiyintiradi. Kechalar bilan qarab boqib chiqadi. Ya'ni yig'lasa shuncha uchun onasiga talpinadi, yiqilib tushsa ham onasiga talpinadi, qorni ochsa ham onasiga talpinadi. Har qanaqa paytda onasiga yig'lab talpinadi. O'zi banda
Robbimizga mana shunaqa bo'lib qolish kerak ekanda. Har qanaqa qiyinchilikda Allohga qaytaveradigan. Gunoh va xato ish qilib qo'ysa ham Allohga qaytaveradigan. Ne'matda ham Allohga qaytaveradigan. Nima ish bo'lsa Allohga bog'lanib qolgan bo'lish kerak ekanda. Shu ma'no bor, ya'ni Alloh iloh so'zining ichida bandalar unga bog'lanib qoladigan ta'alluh ma'nosi bor ekanda, ya'ni bandalar unga bog'lanib qolgan. Alloh shunday zotki, huvallazi fis samai ilahun va fil ardi ilah. U osmonda ham iloh, yerda ham iloh bo'lgan zot. Nima degani? Osmonda ham, yerda ham iloh degani. Mana osmonlar va yerdagi jamiki maxluqotlar Alloh o'rnatgan nizom bo'yicha yashaydi. Alloh o'rnatgan qonun qoidadan chetga chiqmagan holda yashaydi. Shuning uchun tartib borda. Koinotga qarasangiz, tartib bor. Tabiatga qarasangiz, tabiatdagi ana shu go'zallikni ko'rasiz, tartib ko'rasiz. Nimani hisobiga unda tabiatda masalan kataklizmalar bo'ladi, suv toshqinligi, yer qimlashligi va hokazo narsalar bu insonlarning ma'siyati tufayli. Ya'ni o'zi bu borliqda osiylik qiladigan yagona maxluq bu inson ekanda o'zi. Ana shu insonni Allohning qonuni bo'yicha yashamaganligi tufayli mana shu balolar keladi. Lekin agar inson ham Robbisiga toat, ibodatda yashasa, ya'ni Alloh buyurgan, o'rnatgan qonun qoidalar asosida yashasa, yer yuzi obod bo'ladi. Mana iloh ma'nosida aytdikki, u zot iltijo qilinadigan, musibatga uchraganda unga qochiladigan zot degan. Buni misolida masalan cho'kayotgan kemani misoli keladi oyatlarda. Kema agar dengizga chiqqanida to'fonga uchrasa, atrofidan har tarafidan to'lqinlar kelib uritish boshlasa, kema chayqalish boshlasa, undagi o'tirgan kishilar dahshatga tushishni boshlaydi. Shu paytda nimaga ibodat qilishgan bo'lsa, hammasini esdan chiqarib qo'yadi. Barcha olihalar esdan chiqib ketadi. Ya'ni bu olihalar nima bo'lishi mumkin? Inson puli, mansabi, tanish bilishlari, ishongan tog'i, bog'lar, hammasi esdan chiqadi shu payt. Nimaga? Ularning birontasi u payt yordam bera olmaydi. Samolyot qulayotgan paytda ham xuddi shu. Insonni ishonganlari hammasi, ya'ni ishonganlar bu olihalari. Suyanganlari, shulardan bir manfaat keladi, shular meni biz yondan qutqaradi deb ishonganlari o'sha payt xayoliga kelmaydi. Kim keladi o'sha payt? Alloh. O'shaning uchun Ja'far Sodiqdan so'rashganda, Alloh kim u deb so'rashganda, xuddi shu misol keltirgan. Ya'ni dengizga chiqqanmisan degan. Ha? Dengiz to'fonga uchragan bir paytga uchragan, ha, shunaqa bo'lgan. Shu paytda birinchi qalbingga kim kelgan degan. O'ylanib tursa, mana shu Alloh degan. Shu Alloh. Inson eng chuqur musibatga uchragan paytda hech kim yordam bera olmasligini biladi o'zi biladi. O'sha payt kim xayoliga kelyapti birinchi? Bu fitrat bu. Qalbida fitratdan inson biladiki, Allohdan boshqa hozir hech kim yordam bera olmaydi. Xo'p, shunaqa payt Allohdan boshqa hech kim yordam bera olmas ekan, qolgan payt ham xuddi shu. Nimaga boshqa payt biz Allohdan boshqalarga suyanib, boshqalardan iltijo qilib so'raymiz, boshqalarga yalinamiz, boshqalardan umid qilamizda? Ayni bu samolyotda qulayotgan paytda Allohni eslaymiz. Ya'ni biz mana shu tafakkur qilishimizga kerak bo'lgan oyatlardan biriki, inson har bir soniyada, buyuk ishlarda ham, kichkina ishlarda ham Allohga muhtojligi bor. Va uni har qanaqa muammosini faqatgina Alloh hal qiladi. Bizga ana shu Allohni iloh qilish degan narsani o'rgatadi Qur'on. Bizning ilohimiz Alloh bo'lishi kerak. Bizni Alloh yaratmaganmidi, yo'qdan bor qilmaganmidi? Va bizni behisob rizq ne'matlari bilan rizqlantirmaganmidi? Alloh bizni yaratganligini hamma biladi. Olamlarning Robbisi kim desa, mana mushriklar ham tan olgan buni. Olamlarning Robbisi Alloh deyishgan. Osmon va yerni yaratgan kim? Alloh deyishgan. Kim sizlarga osmon va yerdan rizq beradi? Alloh deyishgan. Kim kun bilan tunni almashtiradi? Alloh deyishgan. Ya'ni shu Allohni Robb ekanligini mushriklar tan olgan. Chunki hech kim tarixda biron bir kishi men yaratganman demaganda. Fir'avnlar ham aytmaganda, osmonlar yerni men yaratganman demaganda. Yaratishlik
Allohnikimi? Ala lahul xalqu val amr. Yaratish ham uniki bo'lgandek, amr qilish, buyurish ham uniki emasmi? Yaratgan zot qonun o'rnatmaydimi? Yaratgan zot nizom, tuzum o'rnatmaydimi? Yaratganlarni ustida ya'ni. Albatta. Shuning uchun biz tafakkur qilishimiz kerakki, xo'p, bizni Alloh yaratgan ekan, bizga rizq bergan ekan, berib kelyapti har kuni. Bizni tanamiz Allohning izni bilan ishlaydi. Agar Alloh istamasa, yuragimiz to'xtab qolishi mumkin. To'xtaydi. Kim urdirib turibdi yurakka? Alloh. Kim tomirlarimizdan qonni oqizadi? Alloh oqizadi. Kim o'pkamizni ishlashiga tavfiq berdi? Oshqozonimizni ishlatdi, jigarimiz ishlaydi. Qancha organlar bor tanamiz o'zida. Ko'zimizga kim nur berdi? Kim bizni mana shu nutqimizni bayon qobiliyatini berdi ya'ni? Kim bizni eshitadigan qildi, his qiladigan qildi? Ya'ni biz tafakkur qilaylik mana shu haqida. Tafakkur qilsak hammasida javob Alloh bo'ladi. Xo'p, shuncha ne'matlarni Allohdan qabul qilib, nimaga biz boshqalar bilan mashg'ulmiz? Nimaga Allohdan boshqalarni unga tenglashtiramiz? Tengmas-ku ular. Tengmas-ku. Biz kimgadir suyanishimiz uchun, kimdandir umid qilishimiz uchun, kimgadir bog'lanishimiz uchun, kimnidir aytgani bo'yicha yashashimiz uchun unda ilohiy sifatlar bo'lish kerak. Ilohiy sifatlar bo'lish kerak. Allohdan boshqada hech kimda yo'q-ku ilohiy sifat. Ilohiy sifat nima degan? Masalan, iloh bo'lgan zot al-hayy bo'lish kerak. Ya'ni tirik, o'lmaydigan zot bo'lish kerak. Ya'ni o'lib qolmasligi kerak-da, ya'ni biz suyanib turganimizda. Iloh bo'lgan zot al-qayyum bo'lish kerak. Hamma narsani ustida nazoratda ushlab turadigan. Ya'ni u al-basir, as-sami', al-khabir bo'lish kerak. Ya'ni bizni holatimizni ko'rib turadigan, doim ko'rib turadigan, doim bizni duolarimizni, nidolarimizni eshitadigan. Ya'ni biz o'chirib turmasligimiz kerak-da, priyomda. Qachon bizga galimiz kelar ekan, qachon bizni eshitar ekan. Yo'q, iloh bo'lgan zot unaqa bo'lmaydi. Iloh sizni doim har qanaqa paytda eshitadi. Yarim kechasida turib shunda murojaat qilsangiz sizni eshitadigan bo'lish kerak. Sizni holatingizdan al-xabir, xabardor bo'lish kerak. Gapira olmay qolsangiz ham qalbingizdagi narsani bilish kerak. Allohda bor faqat bu sifatlar. U uxlamaydigan bo'lish kerak, mudroq bosmaydigan bo'lish kerak. Uxlab qolsa, quvvat ketib qolsa, bu ham ilohlikka yaramaydi. Alloh bizni nafaqat o'tmishimizni, kelajagimizni biladigan zot bo'lish. Ya'ni iloh shunday zot bo'lish kerak. Kelajagimizni ham bilish kerak. Nimaga desa, bizni kelajakda bir xatar kutayotgan bo'lsa, iloh bo'lgan zot uni oldini ola bilish kerak. Va u butun koinotni egasi bo'lish kerak. Butun koinotni boshqaruvchi, butun koinotni mulki uniki bo'lish kerak. Ya'ni bizga istagan narsamizni bera olish uchun unda mana shunaqa qudrat bo'lish kerakki, butun koinotni mulki bo'lish kerak uniki. Muayyan bir joyi mulki emas, uni mulki cheksiz bo'lish kerak. Bu sifatlar faqat va faqat Allohda mujassam. Boshqa hech kimda emas. Shundayligini bilamiz ham. Lekin nimaga boshqalardan umid qilamiz? Nega boshqalarga suyanamiz? Nega boshqalarga muhabbat qo'yib, ularning oldida xorlanamiz? Nimaga? Boshqalarni o'rnatgan nizomi bo'yicha yashaymiz deymiz, Allohni o'rnatgan nizomi chetda qolib ketadi. Nimaga boshqalarni iloh qilamiz? Holbuki ulug'iyatga faqatgina Alloh haqli. Faqat va faqat Alloh haqli. Undan boshqasi umuman haqli emas. İnsanlar iloh qilayotgan kishilar 100 yil oldin yo'q edi. 100 yildan keyin yana yo'q bo'ladi. Inson, ya'ni o'ziga o'xshagan zaif odamlarga sig'inadi. O'ziga o'xshagan zaif odamlarga sig'inadi. U zaif bo'lgan odam yaqindagina shahvat suvidan paydo bo'lgan, jirkanch bo'lgan shahvat suvidan. O'lgandan keyin bir chirinti narsaga aylanadi. Qurtlar yeydi uni qabrda. Zaif ya'ni inson. Qanaqa qilib bir maxluqqa sig'inish mumkin? Maxluqqa suyanib, undan umid qilish mumkin. Alloh esa Allohu nurus samawati val ard. Alloh osmonlar yerning nuri. Allohu xoliqu kulli shay. Barcha narsani yaratgan zot va barcha bizga kelayotgan ne'matlar egasi, sohibi. Faqat undan keladi. Qachonki qanaqadir musibatdan chiqib ketgan bo'lsak,
Allohning rahmati bilan chiqqanmiz bu musibatdan. Qachonki nimaiki yaxshilik ko'rgan bo'lsak, bilaylikki Alloh tarafidan kelgan bu yaxshilik. Agar bir musibatlangan bo'lsak ham, u musibatning ortida Allohning rahmati bo'lgan. Agar biz uni hikmatini bilganimizda ham alhamdulillah degan bo'lardik. Demak, Alloh barcha hamd unga bo'lgan zot. O'shaning uchun alhamdulillah deyishlik, hamdning barchasi Allohniki. Masalan, insonlardan bizga yaxshilik kelsa ham, o'zi asli bu yaxshilik Allohdan keldi. Alloh kimlardir qalbiga soldi. Kimlardir shu narsaga tavfiq berib hidoyat qildi. Bizga yaxshilik qilish uchun. Va Alloh taolo bizni har soniya muhofazasida ushlaydigan zot. Har soniya bizni asrab, avaylab, katta qilib shu holatimizga keltirdi. Quvvat berdi. Va insonni Alloh taolo shunaqa go'zal suratda yaratdi. O'zimiz haqimizda tafakkur qilsak, mana Alloh taolo bir oyatda aytadi-ku, "Avalam yatafakkaru fi anfusihim." Odamlar o'zi haqida bir tafakkur qilmaydimi deydi. Haqiqatan bir tafakkur qilaylik. O'ylang, masalan, ko'zning nuri. Qanaqa katta ne'mat bu. Qanchalik buyuk ne'mat bu ko'z nuri. Dunyodagi eng oxirgi kamerada ham hali bunaqa megapiksel yo'q-da ko'zdagi. Uni yarata olmaydi ham inson. Vaholanki suvdan iborat o'zi tarkibida. Suv minus gradusda muzlashi kerak. Lekin mana minus 70 gradusda yashaydigan odamlar bor. Ko'chada yuradi, ko'zi muzlab qolmayapti. Nima hisobiga? Bir modda aralashganki, uni muzlashdan man qilib turadi. Burun haqida hech tafakkur qilganmizmi? Burunimiz masalan filtr vazifasini bajaradi. Tashqaridan bir mikroblar infeksiya kirsa, ushlab qoladi o'zida. Keyin uni tozalash kerak bo'ladi. Tozalash uchun shu yergacha suyak bo'lib, bu yog'i yumshoq qilinganda, tozalashga oson bo'lish uchun qilingan. Keyin issiq havoni ichkariga salqinlashtirib kirgizadi, sovuq havoni mo'tadil qilib kirgizadi. Ya'ni ichkaridagi temperaturaga tashqaridagi temperatura ta'sir o'tkazmasligi kerak. Shuning uchun sovuqda burunlar qizarib qoladi. Qon aylanishi kuchayadi bu yerda. Kim bunaqa mukammal yaratdi? Taomlanganimizda oshqozonimizga tushadigan taom ichidan foydali elementlarni ajratib, turli organlarga tarqatadi. Zararli bo'lgan axlat tashqariga chiqib ketadi. Biz o'zimizga qolsa shunga qodirmizmi? O'zimiz qila olamizmi shu narsa? Ya'ni bu ayrim ne'matlar haqida hozir tafakkur qilyapmiz, lekin agar o'tirib shunday tafakkur qilish boshlasak o'zimiz haqimizda hisobi yo'q buni. Oxiriga yetib bormaysiz-da, ne'matning shunchalik ko'pligidan oxiriga yetmaysiz. Xo'p, bu ne'matlar hammasi Alloh tarafidan kelyapti, bilib turibmiz. Nega boshqalarga ibodat qilamiz? Robbul alamin mengagina ibodat qil deb turgan paytda, mengagina ibodat qil, menga hech kimni sherik qilma deb turgan bo'lsa, barcha gunohlarni kechirib turib, faqatgina shirk kechirmayman deb turgan bo'lsa, endi savol tug'iladi, Allohning bu ismi bilan unga qanday ibodat qilamiz? Birinchidan, ulamolar zikr qiladigani Allohni ibodatda yakkalash. Bu borada Qur'on oyatlarga to'la. Ayni bu mavzuda. Shulardan biri va'budulloha va la tushriku bihi shay'a. Allohgagina ibodat qilinglar va unga hech narsani sherik qilmanglar. Bir kuni Muaz ibn Jabal Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan otda ketishayotgan paytda Nabiy sallallohu alayhi vasallam ya Muaz deb chaqirdilar. Shunda men labbay ya Rasululloh dedim. Aytdilarki, Allohning bandalari ustidagi haqqini bilasanmi dedilar. Shunda Alloh va Rasuli bilguchiroq dedim. Shunda Allohning bandalari ustidagi haqqi bandalar unga ibodat qilib hech kimni sherik qilmasligi dedi. Shunda keyin yana so'radilarki, bandani Allohdagi haqqini bilasanmi dedilar. Alloh va Rasuli biluvchiroq dedim. Keyin aytdilarki, bandani Allohdagi haqqi agar u banda, ya'ni Allohgagina ibodat qilib hech kimni unga sherik qilmagan bo'lsa, Alloh uni azoblamasligi dedilar. Demak, azoblanishi o'zi asosiy sababi inson Allohga shirk keltirish. Allohdan boshqa narsalarga ibodat qilish. Faqat bugungi kunda bizda shu ibodat deganda tushunchalar sal cheklanib qolgan. Cheklanib bir kichkina narsaga aylanib qolgan. O'zi Alloh taolo faqatgina menga ibodat qilgin degani, faqat men buyurgandek yashagin degan. Ikkinchi ko'rinishi,
Ya'ni Allohni bu ismiga ibodat qilish ikkinchi ko'rinishi bu ismni ulug'lash. Bu ismni qalbda ham ulug'lashimiz kerak va amalda ham ulug'lashimiz kerak. Hattoki bu ism xo'rlanib, haqorat qilinishidan ehtiyot qilishimiz kerak. Bir oyoq osti bo'lib qolishidan, ya'ni bu ko'rinish qanaqa bo'ladi? Masalan, Qur'on mushaflari yetilib yerda yotishligi yoki bo'lmasa Alloh ismi yozilgan bo'lsa daftardami, ana shuni bir axlatlarga tushib qolishligidan ehtiyot qilishimiz kerak. Ya'ni Allohning ismi hatto shu ko'rinishda ham ulug'lanishi kerak. Allohga bu ism bilan ibodat qilishi keyingi ko'rinishi uni zikrini haqqini berishlik. Ya'ni Allohni doim zikr qilish. Zikr qilish nima degani o'zi? Eslash degani. Eslashi ko'rinishlari ko'p. Masalan, Qur'on o'qiganimizda Allohning zikri bor. Ya'ni chunki Qur'on Alloh tanitadi. Allohning buyruq qaytariqlarini tanitadi bizga. Mo'min bandalari bilan Alloh qanday muomala qildi? Qanday qilib ularga nusrat berdi? Va kofirlarni, zolimlarni qanday halok qildi? Nima sababli halok qildi? Ya'ni Alloh taolo nimani yaxshi ko'radi, nimadan g'azablanadi? Buni bizga ta'lim beryapti. Shuni biz zikr qilyapmiz. Zikr qilganimiz sari Allohni ko'proq taniyapmiz. Va xosatan ana shu zikrlar ichida xos bo'lgan zikrlar kelgan. Mana Ibrohim alayhisalomni Me'roj kechasida Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'rganliklari haqida hadisda rivoyat qilinadi. Shunda Ibrohim alayhisalom aytadilarki, ummatingga mendan salom aytgin va ularga yetkazginki, jannatning yerlari hosildor, uni suvlari toyib, uni ko'chatlari deydi. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, Allohu akbar. Mana shu zikrlar. Ya'ni kim agar subhanalloh desa, unga jannatda bir daraxt ekiladi. O'ylab ko'rsak, barcha zikrlarda Alloh ismi bor. Subhanalloh, ya'ni alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh, la havla va la quvvata illa billah. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hasbiyalloh. Hamma zikrida Alloh ismi bor. Shu haqida bir tafakkur qilaylikda. Ayrimlar aytadiki, Alloh deb zikr qilsa bo'ladi deydi. Bu zikr o'zi kelmagan, sunnatda ham, Qur'onda ham bunaqa zikr qilinmagan. Lekin aytsangizki, subhanalloh degan zikr bor-ku, alhamdulillah zikr bor-ku desangiz, yo'q, bu ham yaxshi, lekin bu yaxshiroq deydi. Qani dalil yo'q bu narsaga. Vaholanki buni ziddiga dalil ko'p. Ya'ni subhanalloh zikriga shunaqa ko'p targ'ib kelgan Qur'onda, sunnatda. La ilaha illalloh zikriga juda ham ko'p targ'ib kelgan. Hatto takbir etishlikka, la havla va la quvvata illa billah deyishga, mana jannatda xazinalardan dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Mana bu zikrlar nimasi bilan zikr desangiz, qarang. Birodaringizni eslasangiz, aytasizki, shu birodarim juda ham bir karim insonda, juda ham saxovatli. Odamlarga juda mehribon, juda ham bag'ri keng, yaxshi odam deysiz. Ya'ni sifatlarini eslaysiz, to'g'rimi? Sifatlarini zikr qilasizda o'zi. Ismini aytib o'tirolmaysiz-ku qaytarib. Bu zikr qilishga kirmaydi, bu sal g'ayri normal narsa-da bu. Alloh taoloni ham biz sifatlar bilan zikr qilamiz. Alloh akbar deganimizda Alloh hamma narsadan buyukligini o'zimizga eslatamiz. Ya'ni namozda turganimizda butun fikr, o'ylaring hammasini yig'ishtir. Alloh bu narsalardan ulug'roq degan narsani eslatamiz o'zimizga. Subhanalloh deganimizda Alloh haqida yomon gumonga bormagin. Seni butun yomon gumonlaringni Alloh pok degan. Ya'ni Alloh musulmonlarga yordam bermaydi deb o'ylama. Albatta yordam beradi. Alloh taolo tashab qo'yadi mu'minlarni deb o'ylama. Albatta Alloh ularga nusrat beradi. Alloh taolo meni ko'rmayapti deb o'ylama. Alloh har bitta qilib yurgan ishingni biladi. Har bitta gapirgan gapi u maxfiy gapirilgan bo'lsin, oshkora gapirilgan bo'lsin, Alloh undan xabardor. Alloh haqida zolim deb o'ylama. Alloh zulmdan pok bo'lgan zot. Alloh taolo biron bir narsani behudaga qiladi deb o'ylama. Alloh taolo al-Hakim bo'lgan zot. Har bir ishi hikmat ustiga qurilgan va har bitta hikmat xayr ustiga qurilgan. Ya'ni Allohning ishlari rahmat bilan o'ralgan. Hamma ishlari. Ya'ni nimaiki yomon gumon kelayotgan bo'lsa insonning hayoliga Alloh haqida, shu gumonini poklab olsinki, Allohni maxluqlarga o'xshatmasin. Laysa kamithlihi shay.
Allohga o'xshagani yo'q. U barcha nuqsonlardan pok bo'lgan zot. Va alhamdulillah deganimizda barcha ne'matlarni asli o'zi Allohga borib taqaladi. Ya'ni Allohdan keladi bizga. Nimaiki yaxshilik bo'lsa, Allohdan kelgan va Allohdan keladi. Va la ilaha illalloh deganimizda Allohdan o'zga iloh yo'q. Sen sig'inayotganlar Allohga teng kelmaydi. Undan o'zga iloh yo'q. Biz o'zimizga mana shu narsalarni zikr qilgan eslatamiz va qalbimizni mana shu haqiqatlar bilan, mana shu e'tiqodiy tushunchalar bilan quvvatlaymiz. Bu doim bizga eslatilishi kerak bo'lgan narsa bo'lgani uchun buni zikri ko'p bo'lishga targ'ib qilindi. O'shaning uchun Alloh taolo oyatda ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseera dedi. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar dedi. Alloh taolo bu ismini, ya'ni Alloh ismini shunday muborak qildiki, bu ism bilan nimaiki ish qilinsa, ana shu ishga baraka keladi. Va hadisda kelganidek, agar bu ismsiz qanday ish boshlansa, uni oxiri kesilgan dedi Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Shuning uchun biz mana shariatda ko'rsatilgani kabi har bir ishdan oldin bismillah deymiz. Allohning ismi bilan deb boshlaymiz. Turganimizda bismillah, tahorat olishimizdan avval bismillah, taomlanishdan avval bismillah, ko'chaga chiqishdan avval bismillah, kiyim kiysak bismillah, markabga o'tirganimizda bismillah. Hatto jonliq so'yilayotganda Allohning ismi bilan so'yiladi. Bo'lmasa harom. Qarang, shu Allohning ismi bilan halolga aylanadi. Bir jonliq yeyishlik. Shu darajada Alloh taolo bu ismini muborak qildi. Va bu ismi bilan yer yuzida va na osmonda biron bir narsa sizga ziyon keltirmaydi. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi va la fis samai va huwas samiul alim. Biron bir narsa na yerda na osmonda sizga ziyon keltirmaydi agar shu ism bilan yursangiz agar. Qay darajada Alloh taolo bu ismini muborak qildi. Va shu bilan birga Allohning zikri bilan qalblar xotirjam bo'ladi dedi. Allohning ismi bilan qalblar orom topadi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zotan o'zi maloikalar Allohning zikri bilan oziqlanishadi. Bu haqda rivoyat kelgan. Bizni mana tanalarimiz oziqasi bor. Tanalarimiz taomlanish bilan, suv ichish bilan, nafas olish bilan oziqlanadi, to'g'rimi? Quvvatga kiradi. Ruhlarimizni oziqasi bu Allohning zikri ekan. Allohning zikri bilan ruhlarimiz oziqlanadi. Ibn Qoyyim rahimahulloh bir ajib gap aytgan. Tanalarimiz tuproqdan yaralgan. Shuning uchun u yerdan chiqadigan narsalar bilan oziqlanadi. Biz tana dunyoviy narsalarga tortadi o'zi. Lekin ruhimiz samoviy bo'lgani uchun deydi. Uni oziqasi samodan deydi. Zikr bilan bo'ladi ya'ni. Allohning zikri bilan qalblar orom topadi. Lekin qizig'i buni aksar odam bilmaganligi uchun qalbda ana shu torlik bo'ladi-da. Qalb baxtsiz bo'lishi qancha bir moddiy narsalar bilan hayoti atrof to'lib ketgani bilan qalbida torlik bo'lishi, buni sababini Alloh taolo zikr qildiki, "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kim agar meni zikrimdan yuz o'girsa dedi, unga tor hayot bo'ladi dedi. Mana hayot torligi, tor degani bu kambag'allik emas. Bu ayni qalbdagi torlik haqida gap ketyapti. Chunki mana boy badavlat insonlarni ham baxtsiz bo'lganini ko'rasiz. Nimaga? Chunki Alloh taolo bu dunyoni shunday qilib yaratdiki, kim uni zikridan yuz o'girsa, bilsinki torlik bo'ladi uning hayoti. Shuning uchun o'sha stressda yurgan odamlar, asabiy holatda, ularga Allohning zikri yetishmayapti. Ular o'sha Qur'ondan yuz o'girganligi sababli shu holatda yurishibdi. Moddiy jihatdan yetishmovchilikdan emas. Chunki baxt, saodat moddiy narsalarda bo'lganda edi, Nabiy sallallohu alayhi vasallam baxtsiz yashash kerak edi. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam insoniyat ichidagi eng baxtli odam hisoblanmaydimi? Kichkina to'rtburchak bir xonada yashaganlarda, o'sha loy suvoq bo'lgan uyda yashaganlar, Umar radhiyallohu anhu kirganlarida ko'zimni to'xtatadigan biron bir narsa ko'rmadim degan. Uyda hech narsa bo'lmagan ekan. Yani oylar o'tardi, uyda qozon qaynamasi degan Oysha onamiz. To'g'rimi? Ya'ni yoshliklar yetimlikda o'tdi. Qizlarni hammasini o'z qo'llari bilan ko'mdilar, farzandlarini. Illo Fatima onamizdan tashqari. Va shuncha zarbalar bo'ldi, masalan, Uhud jangida yuzlari yorildi, tishlari sindi,
Kofirlar tarafidan shuncha yomon gaplar eshitdilar masalan. Kazzob deyildi, kohin deyildi, sehrgar deyildi. Yurtlaridan haydab chiqarildi. Shuncha aziyatlar yetdi hayot davomida ya'ni. Lekin baxtsiz deymizmi? Nabiy sollallohu alayhi vasallamni bashariyatdagi eng baxtli odam deymiz masalan. Baxt chunki moddiy narsalarga bog'liq narsa emas bu. Kim agar Alloh bilan birga bo'lsa, Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lsa, Alloh buyurgandagi hayot kechirsa, ana shu odam baxtli bo'ladi. Ya'ni baxtni Allohsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Kim agar yo'q men Allohsiz o'zim baxtli bo'la olaman desa, bu odam zalolatdagi odam, tushunmagan odam. Biz hayotimizni Allohni tanishlikka va u buyurgandek yashashlikka bag'ishlashimiz kerak ekan. Alloh taoloni Alloh ismi bilan unga ibodat qilish oxirgi ko'rinishi mana shu ism bilan unga duo qilish. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha deydi Alloh taolo. Eng go'zal ismlar Allohniki. Mana shu ismlar bilan unga duo qilinglar deydi. Duo qilish mana sunnatda ham kelgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga ta'lim bergan duolarning aksari Allohumma deb boshlanadi. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Bizni o'zingni zikringga, shukr qilishlikka va go'zal suratda senga ibodat qilishlikka yordam bergin. Eng go'zal duolar Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan. Allohumma deb boshlanadi. Chunki Alloh ismi bilan duo qilinganda barcha ism sifatlar bilan so'rash mana shuning ichiga hammasi kirib ketadi. Allohumma ag'firli, Allohumma arhamni, Allohumma ahdini. Bular hammasi mana shu Alloh ismi bilan duo. Juda ham ko'p duolar kelgan. Alloh taolo Allohga ibodat qilib, unga hech kimni sherik qilmaydigan muvahhid bandalardan qilsin. Alloh taolo uni zikrida mashg'ul bo'ladigan, unga intilib, unga iltijo qiladigan, ungagina duo qilib, unga munojat qiladigan bandalar qatorida qilsin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.